Litsenziyani to'g'irlab oldim. Bemalol davom etsak bo'ladi. Xudo xohlasa problemalar chiqishi kerak emas. Bu modellarga yig'ib takansa endi simulyatsiya beradigan joyimiz qoldi. Hop, execute knopkasini bosamiz. Bo'ldi, simulyatsiya tugadi. Shu bu yoqda bizga nimani ko'rsatyapti? Minimum, maksimum напряжениeni ko'rsatyapti. Minimum 0.96 ga, maksimum 0.99 bo'lib turgan ekan bitta напряжение. Hop, rezultatlarni qanday chiqarib olamiz? Bitta plus knopkasini bosib plot page'dan chiqarsak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek qaytarsanglar, men to'g'risi nomlanishlarini yaxshi bilmayman. Buni insert plot, quasi dynamic simulation, yo'da grafik chiqaramiz, element tanlab olamiz, ikkita nagruzkamizni olamiz bu yoqqa. Buni напряжениесini ko'ramiz. Okey. Hop. Buni напряжение deb yozib qo'yamiz. Voltage hammaga tushunarli tilda. O'zbekchaga ham, angliyskiga ham, russkiga ham o'tib ketaveradi. Hop. Напряжение mana. Bu kunlik 2025-11-20 kundan 2025-11-21 kungacha bir sutka vaqt oralig'idagi xarakteristika напряжениенiki o'sha shinalarda. Misol uchun nagruzka ikkinchi yuklamani shinasidagi напряжение vaqt bo'yicha o'zgarayotganini ko'rsak bo'ladi, chunki nagruzkamiz o'zgargan. Mana pik vaqtga chiqqanda nagruzkamiz напряжение shu shinada 0.95 относительно единицаga tushibdi. Bu degani 5% normadan установленияsidan 220 kilovolt bo'ladigan bo'lsa, shinamiz 0.95 bo'lsa 5% ga tushgan, bu yerda 4% ga tushish kuzatilgan. Nagruzka kamroq bo'lgan payt напряжениелari ko'tarilgan. Hop, bo'lgan xarakteristikalarni ham ko'ramiz. O'zidan ham chiqarib olsak bo'ladi. Element nagruzka, ikkita nagruzkani olib aktiv quvvatini ko'ramiz. Buni bu yerda ko'rmaymiz, alohida nomlab qo'ysak. Aktiv quvvat o'zgarishi. Bu yuklamadagi aktiv quvvat o'zgarishi soat 12da kechasi 39.35 megawatt bo'lgan ekan. Nagruzka ikkinchi yuklamada, birinchisida 15.30 desa ham bo'ladi megawatt. Hop, mana soat shu 9:855 da pikka chiqqan. 854, 855, 15 minut oralig'ida pik bo'lgan 67 megawatt. Bu yuklama uchun 9dan boshlab 9:30gacha pik bo'lgan ekan, 95.2 megawatt. Hop, aktiv quvvatini ko'rdik. Endi xuddi shuni mana shu kopiya olib turib, mana shu o'ziga Ctrl V bilan qo'yib yuboramiz. Hop, aktiv emas, bitta o'zi reaktiv quvvat. Reaktiv quvvati o'zgarishi mana yuklamaga 0.9 ko'chirish fikr qo'yganman. O'sha aktiv quvvat o'zgarishiga qarab reaktiv quvvat ham oshib borgan yuklamasi. O'shaning uchun grafiklar ko'rinishi bir xil bo'lib turibdi. Hop, yana nimani chiqaramiz? Bu yerda quasi dinamik element liniyamiz bor ekan. Liniyadagi tok
Don't tashab u terminal I. Hop, liniyani terminal I. Podstansiya tarafda ekan bu. Podstansiya, man bu shinadagi nimami nuqtadagi tokka ko'ryapmiz hozir o'zgarishini. Uni pastki shinaligini ko'rishimiz uchun liniya mana buni basbar 2 qilib qo'ysak pastki tarafini ko'rsatadi уже. Hop, bu bo'yicha tushunarli. Еще liniyada nimani ko'rsak bo'ladi? Liniyani напряжениясini. Hoppa. Bu tepadagi basbar bo'lgani uchun o'sha podstansiya tarafdagi bir период tushib turibdi, chunki anaqa qo'yib qo'yganmiz. External grid без shina бесконечной мощности это напряженияni to'g'irlab turibdi. Ekvivalent. Mana bu narsa постоянный birda ushlab turadi buni. Hop, quasi-dinamika. Yana bu yerda ko'p narsalar ko'rsa bo'ladi. Сравнительный analiz qilsa bo'ladi. Misol uchun, hozir bu yerga endi bir daqiqa mana simulyatsiyani beradigan joyimizdan output degan joyga kirib, results bu javoblari degan mana testga yozib qo'yyapti hozir. Quasi dynamic simulation AC degan. Hozir buni select qilamizda. Mana shuni shu yerda o'zida copy shu yerda o'ziga paste qildik. Bu yoqqa misol uchun shamol stansiyasi qo'shilganda deb yozib qo'yamiz endi. O'zbekcha bo'lyapti. Hop, bu tursin. Hozir execute bermaymiz. Shamol stansiyasini qo'shamiz. Shamol stansiyasi 40-50 bo'lsin. Endi bunga ham hop time xarakteristika kiritib qo'ysa bo'ladi. Buni ham generatsiyasiga load flow degan joyga o'tib, aktiv quvvatini ustiga eshikani o'ng tarafini bosib turib, add project characteristic, time xarakteristik va bu yuklamalarniki. Bu bunga tegmaymiz. Yangi sozdat qilib turib, shamol yozib qo'yamiz. Shamol stansiyasi bunga xarakteristika bor edi. Bu endi soatli bir daqiqa bu 24 soat bo'lishi kerak. Bu yerda 24 ta значение bor. Bu minutli bo'lib qolibdi. Mana soatliga o'tkazamiz. Boyagi qiymatlarni qo'ydik. Dixielandni boshqa yilgi versiyasida ishlaganimga bu yerda
Tushunarsiz bo'lyapti. Hop, absolyut kiritib qo'yamiz. Bu уже megavatda hisoblaydi bizga hozir. Ma'lum qiymat, misol uchun 28 megavat degani bu относительно единица emas. Hop, kunli buyog'i xarakteristikamiz soatli, diagrammamiz mana shu ko'rinishda bo'ldi. Ertalab kamroq generatsiya bo'larkan, bu yoqda kechki tomonga ko'proq generatsiya tushibdi. Okey, shamol stansiyasiga tanlaymiz. Xuddi misol uchun 40 berib qo'ysak, bu joy ozgina настройка qilib qo'yamiz. Hop. Okey. Endi buni ham define quasi dynamic simulation. Okey. Kelasi uchun o'tarmikan shamol stansiyasi, mayli shunga o'tib tursin. Quasi dinamikaga o'tamiz. Total active power, total reactive power'ini ko'ramiz. Nominal bizga kerak emas. Mana bu narsa ham kerak emas. Aktiv, reaktiv quvvat ishlab chiqarishini ko'rsak, hozircha yetadi bo'ldi. Okey. Yopamiz buni. Sal ko'zga ko'rinadigan qilib 30 megavat hozir ko'rsatib turibdi. Bu o'sha time xarakteristikamiz sabab. Men 40 kiritgan bo'lsam, u time xarakteristikam qaysidir nuqtasida mana shu soatda 30 chiqarish kerak deyilgan. Mana 6:47 da. O'shaning uchun hozir 30 chiqarib turibdi. Hop. Buni endi simulyatsiya berishdan oldin mana boyagi outputga o'tamiz. Shamol stansiyasi. Select. Nima desa bo'ladi bularni? Ikkita case'imiz bo'ldi bizda bu yerda. Ikkita holat desa ham bo'ladi. Birinchisi quasi dinamika boyagi boshlang'ichi, hech qanaqa shamol yo'q edi. Bu yerda shamol stansiyasini qo'shib turib qolganimizda hozir execute'ni bosamiz. Shamol stansiyasi qo'shildi. Bu yoqda bu narsa mana bu hozir grafikka ikki marta bosamiz ustiga select results individual pair curve deb yozib qo'yibdi. Bu o'sha holat dedim-ku, boyagi o'sha narsani bitta kiritib qo'ysak bo'ladi. Men quasi dynamic simulation mashina ismini boshlan holat deb yozib qo'yamiz. Noto'g'ri yozgan bo'lishim mumkin, grammatikani yaxshi bilmayman. Hop, boshlang'ich holat. Bundan kopiya olib bunga bosib qo'yamiz. Okey. Mana xuddi o'sha boshlang'ich holatdagi o'zgarmagan xarakteristikamiz chiqib turibdi. Bunga kopiya olamizda yana xuddi shuni tushirib turib, shamol stansiyasi qo'shilganda degan ssenariyni kiritsak, nagruzka 1, nagruzka 2 rangini o'zgartirib qo'yamiz. Hop, yashil bilan oranjiy rang bo'lsin. Okey. Bu yoqda mana hozir bir daqiqa. Mana shu nuqtaga qo'yaylik. Hop, yuklama 1 boshlang'ich holatida 0.99 bo'lgan bo'lsa, shamol 0.99 u 38 ekan. Shamol stansiyasini qo'shganimizda 0.99
to'g'ri bo'lib qolibdi напряженияsi. Bu yoqda нагрузка 2 yuklama 2da hech narsa qo'shilmagani uchun ko'p o'zgarish yo'q. Liniyamiz ham uzun 100 kilometrga 80 kilometr, shuning uchun bu tarafga bu narsa umuman ta'sir qilmaydi. Hop, напряжение bo'yicha qo'ydik buni. Hop, page ochib boyagi shamol stansiyasini qancha quvvat ishlab chiqarayotganini ko'ramiz. Hoppa, bu joyga qo'shilmagan ekan hozir. Bunday liniya bo'lgan. Mana shamol stansiyasi aktiv quvvati, uni copy paste qilib reaktiv quvvati hozir qilamiz. Okey. Reaktiv quvvat ishlab chiqarmabdi. Buni hozir to'g'irlaymiz. Konstanta qo'yib qo'yamiz. Buni ham misol uchun 0.95 ishlab chiqarsin, aktiv quvvatga qarab qo'yamiz. Okey. Yana bitta simulyatsiyani beramiz. Hoppa, o'zi reaktiv quvvat bor bizada. 6 megavat, 5, 9. Mana bu yoqda o'zi напряжение kuchlanish yaxshilanganini ko'rib olsak bo'ladi. Nagruzka bir daqiqa. Birinchi holat deylik. Masalan, 1 yozib birinchi holatligini tushuntirsak, bu yerda ikkinchi holat deb turamiz. Nagruzka 2 ni o'chirib turamiz. Okey. Hop. Shinadagi напряжение o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Shamol stansiyasi qo'shilganda kuchlanish teparoqda yuribdi. Shamol stansiyasi bo'lmagan payt kuchlanish pastroqda. Misol uchun bunga yana 3-chi holatda ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Yosh stansiyasini qo'shib olamiz. Kiloga o'tib qolibdi, buni megaga o'tkazamiz. Megavolt amper 30 megavolt amper qilamiz. Aktiv quvvatiga 25 1. Hop. Okey. Bunga ham xarakteristika kiritib qo'yishimiz kerak. Mana tayyor bor edi. Kopiya olib xarakteristika boyga yangi ochamiz. Quyosh siyasi. Hop. Minut emas, bizga soatli bo'ladi. Buni qo'ydik. Absolut qiymati deymiz. Bu ham megavatda hisoblashga o'tadi. Mana noto'g'ri tushib qoldimi deymanmi? Buni ham 0 qilaylik. Soat 4dan emas, 6dan ishlab chiqarishni boshlasin bizga quvvatni. Soat misol uchun kechasi bu qorong'i vaqtlarda 0 bo'lib turadi. Quyosh stansiyasi ishlab chiqarmaydi. Bu yoqda o'zi quyosh bor paytda energiya ishlab chiqaradi. Diagrammasi shu ko'rinishda bo'ldi. Okey. Uni tanladik. Reaktiv quvvatini 0.95 qilib qo'yamiz. Aktivga nisbatan o'zi qarab ishlab chiqaraveradi. Hop. Okey. Buni ham dinamikaga qo'shib olamiz. Saladashdim. Bu ssenariyni 3-chisini yaratib olamiz. Shamol deb
qo'ysak buni shu shamol degan joyiga bizaga bu narsa kerak emas. PQ bosh bularni ham olib tashlaymiz. Total active, total reactive power'ga kiritamiz. Okey. Close buni outputdan quyosh va shamolda turibdi. Execute bosdik. Hop, simulyatsiya tugadi. Bu yoqda 3-holatni qo'shamiz hozir. Bizda nima bor? Nagruzka birinchi yuklamani shinasiga qo'ydik. Uni ham shamolli quyosh va shamolga o'zgartiramiz. Buni rangi qizil bo'lsin. Qizil yo'q. Bu 3-holat. Nomlab chiqsak ham bo'ladi. Bunisi shamol qo'shilganida bunisi quyosh va shamol qo'shilganida. Hop, okey. Shamol xarakteristikasi ham yetti. Shamol, quyosh va shamol ikkalasi bir xil bo'lib qolibdi. Hozir uni sababini topamiz. Yana bitta plot page quyosh stansiyasini ishlab chiqarishini ko'raylikda. Element qisqa qilamiz. Bu juda kichkina qiymatlarga o'tib qolibdi-ku hozir. Emas, mega yigirma besh. Manimcha to'g'irlansa kerak. Nima bo'lmadi? Настройкасын ko'ra olay, absolutno. Bir xil nimaga unaqa? Настройкасы joyida turibdi. Buni protsentga o'tkazamiz, bo'lmasa protsent, misol uchun ertalabdan 80%, 60% ishlasini soat 6da bu yerda 80%ga chiqadi. Misol uchun 8da 85%, 85%, 100% soat 10da. Hop, turishlar bo'lib qolishi mumkin. 90%ga tushirib ko'ramiz bu yerda. Soat 4da yana 100%, soat 5da 85%, soat 6da 30%. Sen yozgi rejim desak, bu yerda 7dan o'zi 0 ko'ramiz. Okey. Bosdik. Bizda 100% bu 25 deb olyapti. Biz 100% 30 deb qo'yamiz. Okey. Mana endi напряжение bo'yicha
bemalol solishtirsak bo'ladi. Bu boshlang'ich holatda mm, ko'k rangli chiziq shamol stansiyasi ham, quyosh stansiyasi ham qo'shilmagan payt, bu yashilda shamol stansiyasi qo'shilganda, qizilda o'zi shamol bilan quyosh stansiyasi qo'shilganda mana bu joyda soat 6dan boshlab quyosh qo'shilgani sababli grafik kechasiga vaqtda bir xil bo'lib kelyapti. Shamol bilan напряжение rostlamayapti bu yerda. Bu yoqda o'zi quyosh qo'shilyapti. Quyosh energiyasi bilan напряжение kuchlanish yana ham yaxshiroq bo'lyapti. Oshib ketayotgan paytlari ham bor. И bu narsaga bu analiz bilan mana shunaqa solishtirib yuklamalarni, напряженияларni yo bo'lmasa batareyalarni ham ko'rib olsa bo'ladi. Hozir video rosa cho'zilib ketadi. Bu narsalarni hammasini sekin improvizatsiya qilib, misol uchun mana stansiyamizni areaga yo bo'lmasa zonaga olib turib, o'sha zonani kvazi dinamik analiz rezultatlarini chiqarish uchun ishlatsak bo'ladi. O'sha zonadan batareyalarni ko'rib olamiz. Batareyalar bo'yicha solishtirsak bo'ladi. Har xil stansiyalarni integratsiya qilib ko'rib, yo bo'lmasa liniyalarni uzun kaltaligini qo'yib, yo ikkita liniya qo'yib ko'rib, har xil holat bo'lishi mumkin. Shu narsalarni ko'rib olsak bo'ladi bu analiz bilan. Hop, savollar bo'lsa yo bo'lmasa qo'shimchalar bo'lsa yozib yuborasizlar kommentariyalarga. Bu modelni man Telegram gruppa kanaliga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan sketch qilsanglar bo'ladi ishlatish uchun.